Uyg'urning himmatlik o'g'loni Ro'zi Said. Ro'zi Said 1943-yili 9-oyning 22-kuni ayni chog'dagi Xotanning Gumi nahiyasiga qarashliq Shaydulla degan yerdagi bir harbiy gazarmada Said Chong ismli peshqadam Uyg'ur askar oilasida tug'ilgan. 1950-yili 10-oyda Xitoy Tibetni qurolliq besib olganda Hindiston bilan bo'lgan munosabati jiddiylashib ketgachga Kashmir chegarasidagi Shaydulloh tavasida necha ming yillardan buyon yashab kelgan yerlik Uyg'urlar Gumi nahiyasi va Xotan shahriga ko'chirilgan. Ana shu qatorda Ro'zi Saidmu 1951-yili yozda ota-onasi bilan birga Shaydullahdan Xotanga ko'chirilgan edi. Ro'zi Said 1958-yilgacha Choyxona maktabda hamda viloyatlik 1-o'rta maktabning to'liqsiz sinflarida o'qigan. Shu yili yerlik millatchilik qarshi harakatda zarba yeb 1959-yildan toki 1972-yilning oxirigacha to'p-to'g'ri 14 yil dehqonchilik va hasharga tutilgan. U bu arada 1962-yili xalq o'qituvchisi bo'lib qisqa mezgil ma'rif bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, lekin keyin atalmış madaniyat zo'r inqilobida qayta uvolchilikka uchrab, haqsiz emgak qilishga majburlangan. U 1973-yili kuzda Qashqar Pedagogika institutining til adabiyot fakultetiga qabul qilingan. 1976-yili yozda o'qish bitirgandan keyin Xotan viloyatlik Darul Muallimin va Xotan Langru yezilik o'rta maktabda til adabiyot o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 1980-yildan boshlab umrining oxirigacha Yangi Qashtishi jurnalida muharrir bo'lgan. 1980-yildan 2001-yilgacha bo'lgan oxirgi 20 yillik hayoti uning hayotidagi eng ahamiyatli va barakatli bosqich bo'lib qolgan. Chunki bu bosqichda bir butun Uyg'ur millatining barliq amaldor va qalamdor peshqadamlari o'zlarining oldingi asrning boshlaridan toki shu asrning oxirigacha bo'lgan bir asrlik hayotini, tajriba savoqlari va qonyoshlik qismatlarini oshkor bayon qilish va e'lon qilish fursatiga erishgan bo'lib, Ro'zi Said aka dal shularning ovozini butun Sharqiy Turkistonning hamma bulung'ishqoqlariga, hatto erkin dunyoga yetkazishda halqiliq rol o'ynagan edi. Uning dehqon bo'lmoq tas degan zo'r salmoqliq she'ri ömrida dehqonning jafosini tasavvurmi qila olmaydigan kadrlarga, hatto butun dunyoga Uyg'ur dehqonlarining naqadar jafokash bir toplum ekanligini his qildirsa, yana bir tarafdan dehqonlarning cho'nqur hurmatiga erishgan edi. Chunki uningdan burun hech qanday bir shoir Uyg'ur dehqonlarining rolini, jafolarini va ulug'ligini bundoq ta'sirlik va to'liq holda ifoda qila olmagan edi. Uyg'ur dehqonlarining ovozi bo'lgan Ro'zi Said akaning qatma-qat besimlarining qo'rshovida qolgan yuragi 2001-yili 9-oyda so'qishdan to'xtadi. U shu yili 9-oyning 8-kuni shanba og'ir kasallik sababidan 57 yoshida olamdan o'tdi. Uningdan Uyg'ur Nisa Ro'zi Said va Muhammadjon Ro'zi Said ismli ikki farzand yodgor qoldi. Shoir Ro'zi Said 1973-yili yangi o'qishga kirgan chog'dala Qashqar gazetida e'lon qilingan "Dehqonmu oliy maktab o'qituvchisi bo'ldi" nomli she'ri bilan ijodiyat sepiga kirgan. Shuningdan tartib hozirgacha uning nurg'un she'r dostonlari e'lon qilingan. U yana Barat yozgan hikoya qatorliq bir qancha nasriy asarlarni yozgan. Uning Jipak yo'lida No'ruz, Yo'rinqosh vodisida Shodliq qatorliq televiziya badiiy filmlarining ssenariysi atalmış Şinjan televiziya stansiyasi tarafidan suratga ilingan. Hozirgacha har qaysi gazet jurnallarda Tushnoma qatorliq 12 parcha doston, balladisi
ming parchadan ortiq she'ri va ruboiysi, Barat yazgan hikoya qatorliq bir qancha parcha hikoyasi, Atabatul Haqqoiqning she'riy yashmisi, Uyg'ur klassik she'riyatidagi shakllar to'g'risida qatorliq ilmiy maqolalari e'lon qilinib, jamoat orasida belgilik ta'sir qo'zg'agan. Qoshtishining rivoyati, Bu qiz kimni tanlasin? Merhaba. Uzoqqa so'zilgan tush, ko'ngildagi gaplar, muhabbatdan bitgan naqshlar, ruboiylar, tuyuqlar, xiyoldan to'ralgan xiyollar, dehqon kulkisi, dehqonning haykali, qatorliq doston va she'rlar to'plamlari nashr qilindi. Ro'zi Saidning yana sening sumbul chochlaring kirib qopti onam tushimga. Bu xotan, men xotan qizi qatorliq yuzlagan naqshi teksti ohang'i selinib vatanning yezi sahrolarida yangragan edi. Uningdan boshqa uning bir qism she'r hikoyalari Xitoy tiliga tarjima qilingan va Uyg'urcha darsliklarga kirgizilgan. Shoirning dehqon yig'laydi, tushnoma, bolalar pulg'izar, cheriklar badxaj, Barat yazgan hikoya, Yipak yurtidan No'ruz, qatorliq doston, she'r, hikoya va televiziya badiiy san'at filmlari Bu Jahon kangri, yo'l kangri nomli naqshi tekstlari qatorliq ko'plagan asarlari Xitoy va atalmış avtonom rayon darajalik ijodiyat mukofotlariga erishgan. Uning munavvar she'rlaridan tuzilgan Dehqon bo'lmoq tez nomli qopliq unalg'u lentasi nashr qilinib, necha 10 ming nusxa tarqitilib, butun Sharqiy Turkistonda zo'r zilzila qo'zg'ayotgan. Xalq shoiri Ro'zi Saidning vafoti Uyg'ur adabiyot san'ati uchun zo'r yo'qotish. Xalqni so'ygan shoir munavvar asarlari bilan al qalbida mangu yashaydi. Marhumning bir umr to'plam shaklda to'liq nashr qilinish fursatiga erishalmay kelgan ba'zi she'rlari 2001-yili 9-oyda uning vafotidan keyin ondan Ro'zi Said she'rlari degan nomda rasmiy nashr qilindi. Bu kitobdagi she'rlar faqatla uning muhim she'rlaridan oz bir qismi xolos. Bu she'rlar to'plamini to'liq o'qib chiqqan har bir Uyg'ur avtorining umr bo'yi xalqining o'tida kuyib, suyda oqqan fidokor azimatligini, har vaqt xalqining g'amini yeb o'tganligini his qila oladi. Uyg'ur xalqi Ro'zi Saidga o'xshash durust, himmatlik, haqqoniyatchi va xalqparvar shoirini hargizmi unutib qolmaydi.